Biznesini ham buzlyapti meni. 3-marta video olaman. Mana bu gapirib og'izdan charchagan. Tez tushuntirmay harakat qilaman. 4-mincha darsga 3-mincha string o'tamiz. Table 3-marta video. VS Code'dan Python ishlasang bo'ladi. Misol kompyuterning eskiralariga bo'lsa, jala qilmayman. Bu telefonda Python ham versiyalari bor. O'sha yerda telefonda qarab Pythondan foydalanishda o'sha YouTube kursdan chiqadi. Menimcha telefonda bironta foydalanib ko'rmaganman. O'zi Pythonda o'sha Python 3 bor. O'sha ichida proyektlar bor, foydalanib ko'rganman. O'shani foydalanib aniq ishlaydi menimcha. Ishlaydi-da, aniq ishlagan narsa ishlaydi. Bizga nima kerak bo'ladi? Bugun stringni o'tamiz. String o'zi nima? U matn. Bu yerda masalan matn oddiy ism, belgi, u qo'shdan ichida son kelsa ham u string sifatida oladi. Aniq saqlaydi. String qayerlarda ishlatiladi? Foydalanuvchi ismi. Foydalanuvchi ro'yxatda o'tganingizda mana Aytbek Usmash string sifatida o'tilgan. Sizlarga login parol bitta Google accounti string login parol mana bek 2007 o'sha parol sifatida chat soобщение xabarlarda vertikal borasizlar shu yerda string ishlatilar ekan. Justion buni bilmayman. Hozir YouTubedan kirib harakat qilib ko'raman. Bu ana hakkerlik, kiberxavfsizlikka APA o'sha kiberxavfsizlikda ishlatilgan narsa. Hozir ko'rmak uchun bilmayman. Uzr. Hammasini matn ko'rinishida oladi. O'sha kiberxavfsizlikka tegishli narsa ekan bu. Matn sifatida yozilgan fayllar nomlari, foto png, botlarda, veb-saytlarda so'rov nomlari so'ralib qoladi. Vaqtida taqis paytda so'rovnoma o'rnashtirib o'sha yerda ishlatilgan string bajariladigan amallar uzunlikni bilish, harflarni olish mana bek ismi bo'lsa masalan print turib 0 mana shu 0 va atlaskama 0 bo'ladi. Birinchi 0 Python 0 1 2 deb boshlanar ekan. Shu yerdan bilishimiz mumkin. 0 mana 1 bu 2 bu yerda asli 0 dan 1gacha 3 ta son, asli 2 ta tartib bo'yicha ikkinchi raqam. Birlashtirish mana ism mana bek ugan. Uncha tushunmadim. Bek ugan. Sinfan. Tushunmadim u qanaqa qilishdi. Mayda asli Jeffyuban. Print bo'lish kerak. Shuni tekshirib ko'ramiz. VS Code'da bu xato beryapti. Xato yozilmagan, xato beryapti deyish kerak bu yerda. O'chirmayapti. Bittalarni yozib chiqamanmi? Bilay вообще ekan u. Saqladi. Mana ishlamadi zayba. Bu HTML uchun zo'r ekan. VS Code men esa buzayapti. Ishlatib ko'ramiz yana. Bu yerda mana katta-katta chiqarib beraman ekan. Shuni bir aql yetsa kerak. Biling. Saqlandi. Xudoga shukr, buni saqlash kerak ekan.
uni oddiyligi bilan bir xil ekan. Короче, uni oddiy uni bir xil bilan bir xil ekan. Hozircha вообще ko'nim qolyapti. VS-Code'dan Pythondan foydalanishda. Oddiy boshlang'ichlar uchun yaxshi ekanini tushunyapman. O'zingiz bir balo boshlaguncha menimcha masalan man kod yozasam shunchalik osonmisan shunchalik yaxshi bo'ladi dasturchiga. Men u veb-saytlarda qilib ko'rganman. Men yo'q. O'chirib qo'yib olmasam, bir balo rasmga tashlamasam, men rasm tashlagandim. hozir o'sha rasm tashlamoqchi bo'lsangiz yana bir narsa so'raydi. Короче, uzr, zaifalanga. Telefonimni bergan. Bilay, zaifa. Qisqa xulosa короче, string haqida bu darsni dabdala bo'ldi bo'lmaydi. String matn turiga kiradi. Har doim qo'shtirnoq ichida yoziladi ekan. Shu qo'shtirnoq ichida shunda ikkita qo'shtirnoqni ichida yoziladi, avtomatik string sifatida olinar ekan. Shuni albatta daftarga yozib olishni maslahat beraman. Esdan chiqmasin. Albatta har kuniga shu 15 minutdan shuni qaytarib turishni maslahat beraman. Shu boshlang'ich o'rganish uchun Pythonda. Menimcha bunaqa maydalab tushuntirgan men bo'lsam kerak deyapman. YouTube'da buni maydalab tushuntirgan yo'q-da masalan. Yo'q deb o'ylayman. Qarab ko'raman, lekin buni maydalab masalan tushuntirgan hech kim yo'q. Masalan 2017 2018larda Sunny Interact degan narsa bo'lgan. O'zim podkastlarda ko'rganman. So'ndan o'sha bir ikki yil oldin chiqqan, endi biz O'zbekistonga kirib kelgan. Masalan men ham bu yil foydalanishni boshladim. Qisqa xulosa, har xil raqamlar belgilari bo'lishi mumkin. Devor ichida hamma narsa matn bo'ladi. Ammo ikkita qo'shtirnoq narsa hammasiga yozsalar ichida avtomatik string kirib ketar ekan. Mana bu yerda mana. Bu yerda string bo'lgan. Darsim shu bilan tugadi. Zo'r bo'ldi menimcha. Zo'r bo'ldi. 7 minut bo'ldi. Zo'r tushuntirdim. Bitta tez tushuntirdim. Stringni albatta keyingi 4-darsa ko'rishguncha xayr deb qolaman. Boshqa nima deyman?